Hammaga salom. Bugun Toshkent davlat tibbiyot universitetining talabalari Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahriga olimpiadaga qatnashish ishtirok etish uchun kelishdi. Mana bolalar. Ravshan chirurgiyadan sarfmas qilishdi. Bitta lekin ular bilishmaydi biz potensialimizni. Bizga pasport berishyapti deydi. Bizga pas baho berishyapti. Xudo xolasa birinchi o'rinda olib qaytamiz. Большая толпа народа. Вы не хотите туда. Это, скорее всего, они точно не стоят и не ждут вас, да, когда вы подойдете. Скорее всего, это какой-то конфликт, который обрастает зрителями, слушателями. Biz hozir yotoqxonaga joylashtirishyapti. Bu eski avvalgi gastitsa ekan, ya'ni mehmonxona ekan. Hozir kirib, endi shu yerda joylashamiz bolalar bilan. Batafsil hozir sizga ko'rsataman. Hop, bu menimcha Peterda kartasi bo'lsa kerak, shaharda o'zini. Biroq ham lokatsiyalarda o'qib qo'ying, kechga boradigan. Доплывает до своего места. Я ребята брату скидывала, он такой, тогда что, света Xo'p, shu yerda joylashdik. Bitta xonaga ikkitadan talabani joylashtirishdi. Kirish qismiga albatta karta bilan kirilar ekan bu yerga. Hol qismi. Biz joylashgan xona 511-xonaga joylashdik. Sharoit yaxshi. Shkaf. Sanuzil. Va yotoq joyi. Утренний рассветок. Ой, сок березовый гламур. Bularda Уже прям в атмосферу влились. shunaqa ekan. Bizda bitta xonada, bularda ikkita xona ekan, bizda bitta xona. Maqtanib qo'yib. Sizlardan sharoit. Xuddi shunday. Oyna. Tashqarida vid ko'rinib turadi. Bu yer oshxonasi ekan. Ixchamgina, ixcham. Akkuratni toza. Bugungi birinchi ovqatimiz Petr'dagi g'amasi qilingan, tekinga berilgan. Suv, kompot, batonchik, ovqat и salom. Shunaqa. Hammaga xayrli tong. Bugun olimpiadamizning birinchi kuni boshlanadi. Xudo xolasa. Bolalardan bir xabar olaylikcha, nima qilishyapti. Bolalar, nastroy qanday? Nasroy hozir Islom Maxachevda nasroydan bor. Ilham ko'rmagan endi. Ravshan, sizda qanday? Olg'atlikmi? Dunyoni zabt etamiz. Yo'lda ko'rishamiz. Mechnikov universiteti.
Olimpiada boshlanishiga ozgina qoldi. Ibrohim, bizani operator kardioxirurgiya bo'yicha xudo xolasa mayli chachib yuboramiz deydi. Talib, assistent, Abdulaziz, assistent, Sardor, Medmurat. Instrument taxlanyapti hozir. Taqin ushlash kerak bo'ladi. Hop, bu kerak bo'ladi. So'rga tayyorgarlik ko'ryapti hammamiz. Travmatologist team Sistema. Ko'rsatma. Rasm ko'rsatib turadi. mobilolog и пациент. Да, надо смотреть. Так, левый резонанс, правый тонус. Да, все. Ana texnika bo'lishadi. Tayyorga qo'llashadi. Asset masalan, yordam beradi. Spesialkasiga bo'lmasa. Medial gishasi qilgan. Mana shunday. Travmatology team. Kecha qayerga boradi? Ya'ni u tomonga bormadi, yoshga borish kerak edi. Biz bormadik. Bugun Oqtamolga boramiz, Oqtamol. Вкусная и точка. Yo, Burger Kingga boramiz. Hozir qayerga boramiz? Bilmayman. Shahzod aka birinchi o'rnimizni gref qilaman deyapti. Ibrohim chaqirdi. Ibrohim chaqirdi. Bu birinchi raundni grek qilaman. Abdushi. Farovitni urusha berdi. Latviya. Issiqqina mazza. Issiqqina. Ishlang. Oyoq tepa chiqarish kerak edi. Pastdan operatsiya qilamiz. Ko'tar. Past ko'tar. Ko'p tortmay qoldi. Qolganini o'zim tayyorlamaymiz. Siz yordamchi mana. Hozir vaqtga ham beramiz. Bunda video xirurgiya. Bu yerda tarakanli xirurgiya. Travma.
Rohan, jarayon qanday ketyapti? Hammasi. Neyroxirurgiya boshlandi. Operator Ravshanbek. Soch olishdan yarab Polbox qilyapsiz? Kal. Kal qilyapsiz. Tepaga. Hammaga xayrli kech. Bu olimpiadamiz birinchi kuni tugadi. Juda og'ir o'tdi bugungi kun. Ravshan? Ishoning. Hamma spektr emotsiyalarni his qilib chiqdi. Bu ancha ko'zlar ham so'lib qolgan. Xo'p, bugungi hisob o'rinlarimizni aytadigan bo'lsak, neyroxirurgiya 3-o'rin, travmatologiya 2-o'rin, torakalniy xirurgiya 2, endovidiy xirurgiya 3 bo'ldimi? Endovidiy Bilmadim. 3-o'rin, kardio 3-o'rin, kardioxirurgiya 3-o'rin bo'ldi. Ravshan, Seychinov Meshtikov universitetining talabalari haqida nima deya olasiz? Bilim darajasi, ularda nimasi ishlash qobiliyati. Endi biz o'zimizni Toshkentning o'rtacha studentlar aqlliroq, lekin baribir menga yetishmasak. Hop, hammaga xayrli tong. Bugun olimpiadamizning ikkinchi kuni bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa bugungi natijalar kechagidan yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Ertalabdan bizga zavtragobga berishdi. Mehmonxona hisobidan yogurt, xil shirinlik, yo'lda pechenye, yogurt, qanaqadir yana pechenye, shokolad, kola, fanta, xolodilnikda yana ovqatlar ham olib berishdi. Gap yo'q. Xo'p, hammaga salom. Xayrli tong. Bugun olimpiadamizning ikkinchi kuniga otlanyapmiz. Xudo xolasa yo'lga chiqdik. Bugungi kunimiz ham kechagidek xudo xolasa yaxshi o'rinlar bilan o'tadigan umiddamiz. Xo'p, bugun qaysi seksiyalar bo'yicha olimpiada bo'lardi bolalar? Va transplantatsiya. Kardioxirurgiya komanda 3 ta. Neyroxirurgiya sirasi. Запасda. Oldingi kursning travmatologiya ketdi. Bor. Travmatolog bizlar. Sağolsizga. Jigar deb ochdim, jigar. Jigar yo'q. Bolalar, davay. Atlas. Assalomu alaykum. Bolalar. Sizga o'tardim. Yo'q, Toshkent. Rivojlanish davom ettiringlar, yo'lda ko'rishamiz. Atlas. Ikki og'iz. Sizga o'tardim. Nega aytmayman? Orzular orzuligicha qolmasin. Yo'lda ko'rishamiz atlet. Kuchuni qani, kuchuni qani. Bo'rimi yo'q, kuchumi? Ipga boylamagan. Men pitsetni bilasan, Washingtonga o'xshatdi. Mana nevas gruplar yo'qdan hammasi tik. Biz olimpiadaning ikkinchi kuniga Meshikov universitetiga yetib keldik. Binolar qizil rangda bo'yalgan deyarli hammasi. Xuddi Amerikani Garvard universitetini eslatib yuboradi. Lekin binolar ancha eski. Juda eski binolar. İkinci kun olimpiadasidan boshlab oldik. Bugun birinchi olimpiadamiz transplantatsiya.
Короче, самый лучший еще способ, мы просто методички сначала читали, вот есть же, разные, с рисунками. Топанатами да, есть. Топанатами, да. Топанат. Потом после этого нужно читать книгу, потому что это как бы будет сначала скелет, а потом возле скелета вы что-то выстраиваете. Я сейчас читаю вот на репетиторской книге, и реально там нужно начинать с самого простого, с каких-то азов, а потом уже наслаивать что-то Да. посложнее. Вот, например, если вы сначала читаете анатомию, там еще про общую не говорится, а сразу про ветвление говорится. А нужно сначала же понять, что такое общее. Понятно, что Hozir O'zbekiston va Rossiyadagi ta'lim tizimimizda farqlarni ko'ryapmiz. Bir-birimiz bilan qanaqa farq bor, qanaqa kitoblardan ular va biz qaysi adabiyotlardan foydalanishimizni bir-birimizga fikr almashyapmiz hozir va bularni ta'lim tizimi qanday ko'proq ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Все администрации университета. Мы и в дальнейшем будем всячески поддерживать наше олимпиадное движение, нашу хирургическую сборную, ждать новых гостей Олимпиады и... Hammaga xayrli kech. Bugun olimpiadamizning ikkinchi kuni va olimpiadamiz bugun o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi hisob bo'yicha aytadigan bo'lsam, abdominal xirurgiya bo'yicha birinchi o'rin, transplantologiya bo'yicha 3 va plastika 3, tugun qo'yish bo'yicha birinchi o'rinni egalladik. Bizda olimpiadalar tugadi. Endi 2 kunimiz qolgan 2 kun davomida faqat sayohat bog'iga aylanish. Denis bilan birga bo'ling. biz ishlarga keldik. Dubayda metro nomi? Novocherkasskiy metro keldik. Bu один из самых chuqur metrolardan biri. Qolganida dars ko'ramiz.
Hozir bolalar bilan Ermitajdan chiqdik. Ermitaj haqida nima deya olasizlar bolalar? Taassurot. Chiqaylik boshqacha. Nima gap bo'lishi mumkin? Nechta muzey ko'rgan bo'lsam, Moskvada ham Lekin juda katta ekan, borib buni qo'lni aylanib tutish uchun bir kun ham kammanimizda. nima tushunish uchun bir Haqiqatdan. Biz hozir zaten 100dan 5-10% dan aylanlikda bo'lsa. Shunday ya. Gap yo'q. Keyingi lokatsiyamizni ko'rsatamiz. Hayır bolalar. Daha roşan. Bu o'qimiz davom etyapti bolalar. Rasman kerakda. gapiraylik. Joyimiz bor. Sarguzashtlarimiz tugadi. Таким образом, наше путешествие и поездка по Петербургу подходит к концу.
Уже сегодня к обеду мы улетаем. Всем пока. $100 союдырдым. $100